Serinda O'zbekiston mahsuloti Zigidroxi. Bu mahsulot limon, namadak, qora uzumdonagi va yapon saprofasidan tayyorlangan. Tarkibida barcha vitaminlar va minerallar bor. Mahsulot milklar yallig'lanishida, oshqozon shilliq qavatining yallig'lanishi, oshqozon yaralarida, 12 barmoq ichak kasalliklarida, hazm tizimini yaxshilashda, yurak-qon tomirlarining ishemik kasalliklari, ateroskleroz, insult, infarkt, gipertoniya, flebit, tromboflebit, qon tomirlarining varikoz kengayishlarida va kamqonlikni oldini olishda, teri va tanasul kasalliklarini oldini olishda, prostatit, sistit, uretrit, adneksit yoki salpingit kabi kasalliklarni oldini olishda, nafas yo'llaridagi laringit, trexit, bronxit, bronxial astma va pnevmoniya kasalliklarini oldini olishda, tayanch tizimida osteoxondroz, artroz, osteoartroz va bursit kasalliklarini oldini olishda, asab tizimi kasalliklaridan migren kasalligi, uyqusizlik, nevroz kasalligi va kuchli aqliy zo'riqishlarni oldini oladi. Mahsulotni 3 mahal ovqatdan keyin iste'mol qilish tavsiya qilinadi.